Respublika miqyosida o'tkazilayotgan tezkor profilaktik tadbirlar davomida Sirdaryo viloyatida giyohvandlik bilan bog'liq jinoyat fosh etildi. Xususan olingan tezkor ma'lumotga asosan Sirdaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati jinoyat qidiruv boshqarmasi giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarning noqonuniy muomalasiga qarshi kurashish bo'limi, Davlat xavfsizlik xizmati Sirdaryo viloyati bo'yicha boshqarmasi va Mirzobod tumani Ichki ishlar bo'limi tezkor xodimlari tomonidan Mirzobod tumanida 1973-yilda tug'ilgan muqaddam sudlangan fuqaroning uyida tezkor tadbir o'tkazildi. Tintuv davomida uning yashash xonadonining turli joylaridan giyohvandlik vositasiga o'xshash moddalar hamda ularni iste'mol qilishda foydalanilgan buyumlar topilib, ashyoviy dalil sifatida olindi. Ekspertiza xulosasiga ko'ra aniqlangan moddalarning umumiy og'irligi 3 kg 62 gram bo'lib, ular marixuana giyohvandlik vositasi ekanligi tasdiqlandi. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.